Assalomu alaykum. Men Rahmat va Umida Namangan viloyatining Buloq tumanidan klinikaga davolanish uchun keldim. Birinchi kelganimda juda og'ir kelganman. Tashxisim polartrit. Bu kasal bo'yicha men juda ko'p yerlarga bordim. Toshkentga bordim, milliy markazlarda davolandim. Kinezologlarga borib keldim. Effekt bo'lmadi emas, bo'ldi 10 kun, 15 kun vaqtincha bo'ldi hammasida ham. Bu markazga kelganimda, klinikaga kelganimda men juda og'ir kelganman. Hatto qo'lim ishlamas edi. Ikkala qo'lim, ikkala oyog'im. Qo'lim shu turgan holatida eng oxiri mana shu edi to'xtadi. Og'namas edi qo'lim ichiga. Baqa teskari bo'lmas edi, qaltirab turardi mana. Buni ko'proq chap qo'lim qaltirab turardi. Mana shu holatda ham qaltirab turardi. Og'riqqa, manalarda og'riq shishlar bo'lgan manavilarimda. Qo'llarim shishib ketgandi. Manalarda og'riqqa bayda aytish bo'lardi-da. Baylar shishgan edi. Qo'llarim shishib ketgan. Bayda aytish, qo'l mana bundaqasi ko'tara olmasdim qo'lni. Eng oxiri kelganda mana shu edi-da. Bu tepaga bo'lmasdi hech ham qo'lim. Arang shu holatda turardi, shunda ham qaltirab turardi qo'lim. Hozir mana har yoqqa Xudoga shukr mana. Shu divonimga kelib, sekin yurib kelib, mana shu divanga o'tira olmas edim. Og'riq kuchliligidan deb o'tirishga iloji yo'q edi. O'tirish bir azob, turish yana bir azob divandan. Turib bo'lmasdi. Eng oxirgi o'tirganim shu edi. Bundan pastga tusha olmas edim. Mana hozir Xudoga shukr mana. Hech qanday og'riq yo'q. Qo'llar harakatlari zo'r. Hammasi yaxshi hozir Allohga shukr. Harakatlar mana ochib bekitishlar yumolmas edim. Shu yerga kelganimdan keyin 3 kunda bildim effektini. 3 kunda yaxshi bo'ldim. Oyoqqa turdim. Hatto men bu yerga kelganimda oyog'imni ko'tara olmas edim. Oyog'imni ko'tarib zinaga chiqa olmas edim birinchi pog'onasiga ham. Shu qo'llarimda suv olib, betimni yuva olmas edim. Ovqatni ham suyuq ovqatni bu jag'larimga ham o'tib ketganda bu kasallik meni hamma tana butun a'zoda yallig'lanish polati rivojlanib ketgandan jog'imda ham bo'lgan. Jog'imda suyuq ovqatni deb suvini tortib olar edim. Kelganimda hatto ukol urgani yonboshga ukol qilay desa, shu yotgan tekimaga qarab yotgandan yonboshlab turishga iloji yo'q edi. Yonboshlab ham bera olmaydigan darajada og'ir bo'lganman men. Allohga shukr mana Begzodjonni ham ko'z qo'llar dard ko'rmasi mana shunchalik. Bir kursda birinchida 3 kunda yaxshi bo'ldim. Oyoqqa turdim 3 kunda. 10 kun yotdim. Birinchisida zo'r bo'lib chiqib ketdim. Mana 4 oygacha bezovta qilmadi meni bu kasal. Bezovta bo'lmadim. Bezovta qilmadi. Zo'r bo'lib ketdim. Boshqa yerlarda borganimda rosa eng ko'p 15 kun effekt beradi-da. Undan og'i o'tmasdim. Yana o'sha oldingi holatimga qaytib qolar edim. 3 yil bo'ldi. Menda birdaniga rivojlanib ketdi bu. Bu polartritdan bo'yinda grija ham bo'lgan. Rosa davolandim kinezologda ham. Shu Yunusobodda kinezologga borib davolandim. Ularda ham effekt 15 kundan o'tmadi. 15 kunda o'sha boyagi oldingi holatimga qaytib qolaverdim. Gormon buyurishdi, prednizolon buyurildi. Gormon olmayman deb o'zim xohlamadim. Ammo dorilarni ichgandim, dorilarni ichib yurdim. Jigarimga nagruska kelib, jigar shishib ketdi. Dorilarni ham to'xtatdim u Toshkentdagilarda. Dorilar ko'pligidan jigarimga nagruska kelib, jigarim shishib ketib, keyin jigar birinchi safarga oldingi sentyabrda kelganda doktor jigarni ham davoladilar. Mana Xudoga shukr, bu safar jigarlarim ham zo'r chiqdi. Shu Begzodjon davoladilar doktorimiz jigarni ham. To'shakka mixlandim. Endi qancha umrim bo'lsa shunday qolib ketaman deb o'ylagandim. Hatto opalarimga telefon qilib o'limimga ham rozi bo'ldim-da. Shunday dard chekkandan o'limimga ham rozi bo'ldim. Shunaqa darajada kuchli og'riq bo'lgan menda. Bu og'riqni tasavvurlab bera olmayman. Hatto dushmanimga ham ravo ko'rmayman bu og'riqni. Ishonch darajasi 100%. Men internetdan ham ko'rdim, o'zimizdan bitta qishloq nerida bitta 70 dan o'tgan Aysha xola degan odam yotgan ekanlar. Ayga jiyanim chiqib gaplashdi. O'sha xola ham birinchi kursdayoq yaxshi bo'lib ketganlar. Yoshlari katta bo'lsa ham yurishlari zo'r bo'lib ketib, ular ham mana keyingi kursga ham borib keldim. Jiyanim ham chiqib aytgan, opam shunday o'rayapti desa, u tavsiya qilgan, borsinlar, rosa yaxshi joy deb tavsiya qilgandan keyin sizlarga internetga kirib yozdim, ko'rdim u keldim. Ixlos bilan kelishsa, o'tgan safar xorazmliklar bilan yotgandim. Ular ham rosa suyunib ketishgan, xorazmliklar ham oyoq qo'llarda shishlar bilan kelishib zo'r bo'ldi shayda mana. Shu bilan mana 4 oy deganda keldim. Umuman asoratsiz keldim. Bezovta qilmadi bu kasal meni. Bezovta qilmadi, hech qaytimda zo'r yurdim. Cheklanib qolgandim, ovqat qila olmasdim, o'zimda ovqatimni qilib icha olmasdim. Non umuman qilmaganman, kirlarni yuva olmasdim. Bu
Hech narsa ish qilolmasdim-da, hech qanaqa ish qilolmasdim. Hozir mana shu yerdan bir kurs sentyabrda olib chiqib ketgan bo'lsam, nonimni ham o'zim qildim, kirni ham o'zim yuvdim, osh-ovqat, shipir-sipir hamma. Qizim yo'q, dasyar yo'q. Hammasini o'zim qildim. Hattoki dalalarga borib o'g'lim bilan birga shoq o'tin to'pladim. Shoq o'tin to'pladim. O'g'lim qo'rqib qamang desa ham yo'q. Bezovta qilmadi. Shunchalik mehnat qilsam ham zo'r yurdim, Xudoga shukr. Kelinlar davolandilar, 100% ishonchli joy ekan. Gormonsiz davolashar ekan. Gormonsiz, og'riq qoldiruvchisiz, gormonsiz. Ishonch hosil qildim 100%. Bu safar opalarim deb keldim. 5 ta qizimiz, 4 tamiz keldik bu safar mana. Ularda ham oyoqlarida og'riq bo'lgandi, kelishdi, chizzalarda mana ular ham xursand. Mana yotib şeyde bilge. Ulardaki ham zo'r oyoqlari. Hurmatli kuzatuvchilar, bu reklama emas, boshimdan o'tganlarni aytib berdim. Menga o'xshab dard chekib qiynalganlar, ikkilanmanglar, o'ylanmanglar, kelinglar mana. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketasizlar. Bu yerda hech qanaqa reklama yo'q. Hammasi haqqoniy. Kelinglar, davolaninglar, shifo topinglar. Yaxshi joy, doktor ham zo'r, medsestralar shirin so'z, sharoitlar zo'r, joylar yaxshi, issiq joy hozir sovuq kunida ham issiq joylar hamma yo'q. Vaqtida qilishadi ukollaringni. Fizlichinalari ham juda yaxshi. Har tomonlama qulay. Narxlari ham yaxshi. O'zimga o'xshagan kasallarni juda ko'pini boshlab keldim shu yerga. Hammalari minnatdor. Yaxshi bo'lib ketishdi. Men kelgandan keyin mendan keyin ham ko'pchilik keldi. 6 ta 7 ta kelib, Xudoga shukr hammalari yaxshi zo'r bo'lib ketishdi. Reklama emas, ishoninglar. O'zim xohlab intervyu beryapman. Shu meni kuzatib turganlar, shuni menga o'xshab og'riganlar kelinglar sheyga, shifo topasizlar Xudo xolasa.